Nega bolalar chaqaloqlarni urishadi va yomon ko'rishadi? Chaqaloqlar uyga olib kelingandan so'ng katta bolalar o'zgarib qolishadi. Urishqoq, ko'p yig'laydigan, ko'p yolg'on gapiradigan bo'lib qolishadi. Bunday bo'lishiga bola va chaqaloqning aloqasi yo'q. Bunday bo'lishiga ota-ona aybdor. Ko'pchilik ota-onalar bolalarga tez orada uka yoki singil olib kelishini aytishmaydi. Birdaniga olib kelishadi va bola bu holatni tushunmay qoladi. Ota-onalar bolalarni aldashadi. Qanday yaxshi, yaqinda uka yoki singling keladi, u bilan mazza qilib o'ynaysan deyshadi va bola bunga ishonib kuta boshlaydi. Chaqaloq kelganida esa u bilan o'ynay olmasligini, chaqaloq ko'p uxlashi, ko'p yig'lashini bilib oladi. Ya'ni ota-ona uni aldaganliklarini tushunib yetadi. Ota-ona bolaga kam e'tibor berib, chaqaloqqa ko'p e'tibor berayotgani bolaga yoqmaydi. Ota-onasini chaqaloqdan qizg'anishni boshlaydi. Bolaga yolg'on gapirishdan ko'ra unga to'g'ri tushuntirish kerak. Chaqaloq ko'p uxlashi, ko'p yig'lashi, hali katta bo'lmaganligi, katta bo'lgandan keyingina u bilan o'ynash mumkinligini tushuntirish kerak. Bunday holat bo'lmasligi uchun chaqaloq hali tug'ilmasdan turib bolaga chaqaloq haqida ma'lumot berib borish kerak. Chaqaloq tug'ilgandan keyin esa katta bolalarga ham e'tibor berish kerak. Katta bolalar e'tiborsiz qolib ketishdan qo'rqadi. Shuning uchun chaqaloqlarni o'ziga konkurent deb biladi. To'yxona, to'y, oshtaga boravermasdan, Instagram, Telegramdan tutavermasdan bolalarga ham e'tibor berish kerak. Bolalarga sani laylak tashab ketgan, lo'lilardan asrab olganmiz deyish kerak emas. Bolalarga to'g'ri tushuntirish kerak. Bunday deyish ota va onaning ongsizligi, bilimsizligini bildiradi.